Soliq tizimidagi yangiliklar tadbirkorlar faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois Buxoroda ishbilarmonlar uchun soliq qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlar yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Unda bugungi soliq siyosati va yangi imtiyozlarga oid masalalar muhokama qilinib, mutaxassislar tadbirkorlarni qiziqtirgan savollarga javob berishdi. Ma'lumki 2026-yilda O'zbekistonda asosiy soliq stavkalari o'zgarishsiz qoldirildi, lekin soliq siyosatida boshqa bir qancha o'zgarishlar nazarda tutilgan va qonundagi yangiliklar o'zgarishlar to'g'risida xabardor qilish maqsadida Buxoro viloyat soliq boshqarmasi tomonidan tadbirkorlar bilan uchrashuvlar tashkil etilmoqda. Soliq qo'mitasi budjet daromadlarini prognozlashtirish departamenti direktori hamda Buxoro viloyat soliq boshqarmasi boshlig'i ishtirok etgan tadbirda ishbilarmonlarga soliq kodeksi hamda boshqa normativ huquqiy hujjatlarga kiritilgan muhim o'zgartirish va qo'shimchalar haqida ma'lumotlar berildi. Mazkur seriyada 200 ortiq favqulodda subyektlarga 26-yilda soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar bo'yicha tushuntirish berildi. Jumladan ilk marta aylanma soliq to'lovidan qo'shimcha qismat soliq va foyda soliq to'layotgan soliq to'lovchilarga foyda soliqdan imtiyoz berilganligi, ularga javobgarlik chorasi qo'llanilmasligi tushuntirib o'tildi. Shuningdek, soliq to'lovchilarga soliq soatlarini kechiktirib taqdim etilganligi bo'yicha qo'llanilgan jarimalar summasi kamaytirilganligi ham alohida tushunib o'tildi. Shuningdek, 2026-yil uchun soliq stavkalari, imtiyozlar hamda naqdsiz hisob-kitoblarni keng joriy etish orqali yashirin iqtisodiyotni qisqartirish mexanizmlari atroflicha tushuntirildi. Bu yilgi soliq siyosati bo'yicha belgilangan o'zgarishlar, imtiyozlardan o'zimizga kerakli xulosalarni chiqarib oldik. Tadbirkorlarga bu yaratilayotgan imtiyozlardan samarali foydalanib, ishlab chiqarishimizni kengaytirish uchun yordam bo'ladi deb o'ylaymiz. Hozirgi kunda 20 dan ortiq ishchi xodimlarimiz bor. 40 dan ortiq mahsulot ishlab chiqaramiz. Go'sht mahsulotlari kelgusida mana shu mahsulotlarimizni 50 ga yaqin turlarini ishlab chiqarib, ishchi o'rinlarini ham yaratishga harakat qilamiz. Seminarning ikkinchi qismida mas'ullar tomonidan tadbirkorlarning savol va murojaatlari bo'yicha javoblar berildi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.